Avtodasyor kanalida Nexia 2ni arzonidan so'raganlar uchun kelib qoldi akalar. Mashinamiz 2009-yilda ishlab chiqarilgan. 1.6 motor, prostoy ruli gidravlikasidan bo'ladi. Motor ходовой korobka vashi cho'tka holatda. Yog' rasvoti yo'q, yurish-turishlari yaxshi holatda turibdi akalar. Mana prostoy. Mana akalar, salonlar chexollar yangi, bunaqangi julli naktkalar, poli ko'riklar, magnitofonlargacha yaxshisidan taqilgan ekan. Saka diskalari 15 razmerli, balonlari ham yaxshi o'rta holatda yurib turadigan holatda turibdi ekan akalar. Mashinamiz aytib o'tilgandek 2009-yil 1.6 prostoy ruli gidravlikasidan. Kraskalari asvejit bo'lgan. Ponni kraska hisoblayverasizlar. Asosiy old orqa suvaylari butun holatda turibdi akalar. Faqat avtodasyor obunachilari uchun ushbu Nexia 2 mashinamizni $2800 dan ozgina yana yo'lda qilib beriladi. Nomerni pastda qoldirdim, bemalol aloqaga chiqib olasizlar.